Matematikani boshdan o'rganadiganlar raqamlar va natural sonlarni farqini juda yaxshi bilib olishlari kerak. Xo'p, raqamlar nima, natural sonlar nima? Ular orasidagi farqlar. Xo'p, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9. Bular raqamlar. Ya'ni 10 ta belgi bu raqam hisoblanadi. Shulardan 5 tasi juft raqamlar, 5 tasi toq raqamlar hisoblanadi. Ya'ni raqamlar soni cheklangan, bor yo'g'i 10 ta. Eng kichkina raqam bu 0, eng kattasi 9. Bular raqam. Endi natural sonlar nima? Natural sonlar biz hayotda ishlatadigan, sanashda ishlatadigan sonlarimiz. Natural sonlar 1 dan boshlanadi. Sanashda 1, 2, 3 va hokazo va hokazo. Olaylik 200 va hokazo va hokazo cheksiz ketaveradi bu. Bu natural sonlar. Misol uchun 14 soni bu natural son. Sanashda ishlatamiz, lekin 14 degan raqam yo'q. Bu raqam emas. 14 degan son bor. Yoki 200 degan natural son bor. 199 dan keyin keladi, 201 dan oldin keladi. Lekin 200 degan raqam yo'q. Faqat 1 dan boshlab 9 gacha bo'lgan raqamlar bir vaqtning o'zida son ham hisoblanadi. Ya'ni misol uchun 7 bo'ladigan bo'lsa, 7 ni natural son ham deyishlik mumkin, raqam ham deyish mumkin. Xo'p. Endi natural sonlarni yozishda raqamlardan foydalaniladi. Misol uchun 13555 sonini yozish uchun 1, 3 va 5 raqamlaridan foydalanilgan. Farqi shunda. Ya'ni bu 5 xonali son, 5 xonali. Xo'p, va 3 ta raqamdan iborat, 3 ta farqli raqamlar jamlanmasi. Demak, natural son bilan raqamning farqi, raqam chekli ekan, 10 ta bo'lar ekan, natural son cheksiz. Raqam. Demak, raqam 10 ta chekli. Ya'ni aniq soni bor raqamni. Xo'p, natural son cheksiz. Bizning ijtimoiy tarmoqlarimizdagi sahifalarimizga obuna bo'lsangiz, biz matematikani jozibali tarzda ketma-ket o'rgatamiz.